Assalomu alaykum do'stlar va biz yukni yuklab ketmoqdamiz. Mana buni qarang, jarliklar qulab ketishi mumkin ekan mashinalar. Bularning perivalidamiz. Bu yerda umuman odam yurmaydigan yerlarda ham bu yerda yo'llari ancha yaxshi ekan. E'tibor qiling do'stlar. Orqada mashinamiz. Yuk yukladik. Balandlik tomon, Dovon tomon oshib bormoqdamiz. Navigatorga qarasangiz ajoyib yo'llar. Qarama-qarshida mashinalar kelib qolar ekan. Juda ham tor yo'llar. Bay. Mashina sig'mayapti. Mana shu bitta ikkala palasaga furani o'zi zo'rg'a sig'yapti. Mana. Zigzag usuldagi yo'llardan mashinani zapchaslarini yukladik. Ichkarida do'stlar boshliqlar tomonidan aytilib o'tilgan bizga telefon olib kirish qat'iyan man etilar ekan. O'shaning uchun video ichkarida bo'lmadi. E'tibor qiling do'stlar. Yo'lmisan yo'l. Bu tomoni o'rmon. O'rmonlarga ham bu nemislar yo'l qurib tashabdi. Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Odam yurishi hammasi znaklarga e'tibor qiling. Odamlar yurib qolishi mumkin ekan. Usbit qilamiz. Ay. Молодец. Zigzag usulda. Buni qarang, haligacha yana davom etar ekan bu yo'llar. Qarshimizda mashina kelmoqda. E'tibor qiling. Mashina. Biz bu mashinadan mana o'tdik. Qoyil. Ajoyib. Atmosfera bomba. Maza qilib yo'lda davom etyapmiz do'stlar. Bunaqa yo'llarga kelib qolsalaringiz, Germaniyani do'stlar qoyil deysizlar, sababi bu yerlarda ham asfalt qo'yib tashlagan. Asfalt. Gap bo'lishi mumkin emas. Mashalloh. Bugun iftorlikka inshaalloh hamma narsa tayyor. Mana bu yerlardan eson-omon o'tib olib, o'rmonlardan avtobanga chiqib olsak, bu yoq bo'lgani. Bugun do'stlar 27-mart 2025-yil. Biz Germaniya yo'llaridamiz do'stlar. Germaniya ham doimo avtobanlardan iborat emas. Mana shunday vaziyatlar uchrab turadi. Odamlar yuguryapti. Bu yerdan qarshidan mashina kelmoqda. Biz qaylamiz do'stlar. Yaxshi. Ketdik. Go'zal. Yukimiz bor va ehtiyotkorona ketishimiz kerak. Hamma tomonlarga qaragan holatda va ajoyib qishloqda, shtat Freudenberg. Shaharchasidamiz. Qishloqchasiga e'tibor bering do'stlar. Go'zalliklariga qarang. Bu yerlarni o'zbeklar allaqachon 60-70 yillarida xizmat qilib
ko'rib ketishgan mana shu bayroqlarni. Germaniyani, GDRda xizmat qilganlar bormi? Bor bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar do'stlar. O'zgarganmi, yo'qmi? Hali Germaniya do'stlar. Buni ham yozib ketinglar. Chiroyligini qaranglar. Bay nafosatingdan degan gaplar mana shu yerda bo'ladi. Do'stlar, kanalimga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli videolar sizlarni kutmoqda. Sizlar bilan birgalikda mana shunday ajoyib yo'llar, ajoyib joylar, ajoyib bir atmosfera, ajoyib bir vaziyatlar bilan sizlar bilan mana shu kanalda paylaşaman, ulashaman do'stlar. Hammaga omad, Allohga omonatsizlar. Mercedes-Benz Actros 510 talikka gap yo'q do'stlar. Juda zo'r. Hammaga omad, sog' bo'lasizlar do'stlar. Qarshimizda avtobusga doim yo'l berishimiz kerak. Rahmat. Bir-birimizni tushungan holatda o'tdik. Do'stlar, kanalimga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli videolar, bundan da zo'r videolar sizlarni kutmoqda. 30 znakka qarab kelmoqdamiz. E'tibor qiling. 30 ekan, bu yog'i sujeniya va biz qarshida kelayotganlarga yo'l berar ekanmiz. Mana shu yerda turamiz. Znakka e'tibor berdik va endi esa hammaga yo'l berib va oxiri o'zimiz o'tishimiz kerak ekan. Va endi biz o'tdik. Bismillahirrohmanirrohim. Qani tor ko'chalarga e'tibor qiling. Furani o'zi sig'yapti. Atrof magazin. Mana bu yerda ham qarang. Znakka doim qaraymiz. Yo'l bizniki ekan. Tomonga qayrib oldik. Ajoyib tepalikdan tushib kelmoqdamiz. Bleiben Sie links. Okay, danke. Orqamizda do'stimiz ham tushib kelmoqda. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Hammaga omad do'stlar, Allohga omonatsizlar. Biz bilan birga qoling. Bundan da zo'r videolar o'tkazmoqchi bo'lmasalaringiz to'g'ridan to'g'ri kanalimga obuna bo'ling. Hammaga omad, Allohga omonatsizlar. Biz esa Ingolstadt Audi'ning zavodiga qarab yo'l olmoqdamiz. Qani bismillah.